Men senlarga nima degandim, kaltak xo'rlar? Ulan dililar! O'zi bitta chiq tashladik. Senga balo bormi? Ko'ylak bilan cho'mildim-ku. Hech cho'milmayver, it bola kirga. Ey, bo'llaring tez yerlar chopiq qil. Qilamiz-ku. Tezlashlaring, g'azilla, bo'l tez. Ana endi hamma joyimiz chang bo'ldi, cho'milishib sotolamiz. Davay, shunaqa qilamiz. Ona ishlar qilib o'ylik, hamma yo'g'imiz chang bo'ldi, shunga ariqqa borib. Ha, hozir ko'tarilyapman, bola. Yo, siz avora bilmang, biz ariqqa borib bitta tashlab. Rahmat, mazza qildik. Kirib aytgin, loyiqalik hamma joyimiz loy bo'lib bitta tashlab kelaylik-da. Ha, Tangemni qo'lida qirol tabibi o'limi oldidan yozgan xat bor ekan. Endi hech kim nega noto'g'ri Ona akam bilan loyiqillik ishlaydi. Million marta aytaman, serial ko'rganimni xalaqit bermagin deb sen kuchuklarga. Nima bo'lib tugadi endi hozir mana? Nima bo'lib tugadi? Qo'lim chakki bo'ldi. Handeb aytavermaga, bar bormaymiz cho'milishga. gazga issiq suv qo'yib ustimizdan quyamiz. Bilarkanmisizlar? Cho'milishga ruxsat olib bersang, senga nasihat beramiz. Yanga Shahboz erkaklar bilan cho'milishga borib turdi. Yo'q dedilarmi? Hammang uxlab yet bo'ldi. Men yotishim kelmayapti. Yaxshi yotib turinglar. Qisib yotay. Uyg'onmadilarmi? Yo'q. Suvda kim ko'p o'tirib o'ynaymizmi? Ona men buni aytgan kelgandim. Bu yoqqa chiq. Yoshlik sani o'ylamagankan. Biror joyda o'tirib kitob o'qib olsak nima deysiz? Kitobni uyda ham o'qiyverasiz, o'zi aylanaylik. Kitob o'qib o'rganib qolganman-da. Aqlli. Odamlarga o'xshab kitob o'qiysan ham. Ey, eshiting, hayot desa ta'lim. Ha, bo'ldi. Oxirigacha eshiting, yo. Biron joyda o'tirib abit va ujin qilib olamiz, nima deysiz? Rahmat, qornim to'q. Qornim to'q. Menga qarang, qorin baraban cholyapti. Ikkisi shashlik olib bering, o'ksizmi deb piyozlarga. Shahlo hozir 4 ta lavash yeding hozir. Bilmasam nimagadir ishtaham yo'q. Ertaga ham kelasizmi, aylanamizmi? Ming bor o'zlari ertaga dugonlar bilan baxir baytim bor edi. Meni ertaga vaqtim yo'q. Indingachi. Indinga ham vaqtim yo'q. Uni ertasigachi. Unga ham vaqtim yo'q. Meni boshim og'ritmay, menga vaqt ajratasiz, tushundingizmi? Shahlo shularga ham hamma pulim sanga ketyapti mani. Minnat qilyapsizmi? Minnat qilib beraymish pulingizni. Qani sumkam, bu yoqqa kelay. Ana sizga muzqaymoq. Voy, burnimga tegdi, qaramang. Uyaldi. To'xtang. 4 ta marojin yeb o'rding-ya, indami? Yes. Qiz bolaga o'xshab qiliq qil. Ha, xo'p. Теперь давай это что смущает тебя? Siz kuyovingizni qanday chaqirasiz? Men kuyovimni o'g'lim, polvonim, zabardastim deb chaqiraman. deb chaqiraladi mana. O men u kishiga aytaman, ismim bor, ismim bilan chaqiring xatya desam, yo'q, menga qulay deyiladi. Lekin sal xafaman. Uyimga kam keladi-da. O'zi haftaga 7 kun bo'lsa, 8 kun bizdan keyin yashaylar. Men qanday boraman u kishinikiga? To'g'ri, kelmaydi matematikaga. Rostini aytsam, men ta'sirchan odamman. Kimdir qattiqroq gapirsa yig'lab olaman. Men o'zi qo'shnilarimga kitma so'rab chiqdim. Uzoqdan sakrab ketyaptilar. Mahallaga urmagan kishilar qolmagan. Kuyov menga bir oyga putyovka olib, Dubay, keyin Turkiyaga yubormoqchi. Shunaqa dedilarmi? U kishi o'zlaridan o'zlari yangilik chiqaraveradilar.